Navbatdagi Malibu 2 avtomobilimiz tayyor bo'lgan. Mokri rangdagi bu ikki to'rga qilib bergan ishlarimizni. Birinchi navbatda полный black piano qilindi. Nikel detallari hammasi o't ido, ablisovka, emblema, o'yinchi nikellari bilan komplekt bo'lgan. Faralarimizga temir turadigan plyonkalar tortib berganmiz. Tumankasi, tepa farasi. Bu xameleon bo'ladi. Quyoshda temirlashib oladi. Salqin paytda quyosh nurlari yo'q joyda yana och prozrachniy holatiga kelib oladigan plyonkalar diskka taqilgan. Black piano, полный black piano qilingan. Yana kuzov ko'rib turibsizlar, yonib turibdi. 3 bosqichli polirovka keramika ham qilib berganmiz bu avtomobilga. Krugoy tonirovka, stoykalari gilyanets bilasizlar. Orqa gulshtir nasatkalarigacha black piano qilib bo'yab berganmiz. Mana garmdorlar ham o'rnatilgan. Okamlar mana shunaqa neobычный rangdagi mashinaga qaranglar, black piano qilganda qanaqa chiroyli chiqdi. Zo'r proyekt bo'ldi. Maza hadillah xudo xolisi. Salon qismlarini bitta yengil himchiga qilib berganmiz. Siznalari ham mana shunaqa matviy holatga keldi. Yengilday chiqdi. Undan keyin rullarini kojasini almashtirib berdik. Yengilday bo'ldi bu ham. Premier skors ham o'rnatib berdi. Endi bir keyinroq kelsa o'tdilib, premier tablo, monitorlar hammasini o'zgartirib beramiz. Krugoy tonirovka turibdi. Xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bizga Max Tuning murojaat qilib ko'rasizlar. Ishini chiroyli qilib bitirib beramiz.